biznesingizda hali ham tartibsizlik, tizimlashtiraman deb hech tizimlashtira olmayapsiz. Men sizga qandaydir pullik kurs yoki trening taklif qilmoqchi emasman. Balkim tizimli, aynan sizni biznesingizga tushadigan tayyor yechim bermoqchiman. Brain. Sizdagi muammolarga brain tizimi qanday yechim beradi? Birinchi muammo bu tashkiliy tuzilmani yaratgansiz, qog'ozga chiqarib qo'ygandirsiz, lekin u faqat qog'oz bo'lib qolib ketgan. Biz sizga mana bunday tashkiliy tuzilmani taklif qilsak, nima deysiz? Birinchi navbatda xodimlaringizni tizimga kiritasiz va kiritilgan xodimlaringiz bo'yicha tashkiliy tuzilmani aynan sizni biznesingizdan kelib chiqib, tayyor yaratib qo'yilgan va har bitta xodimlaringiz o'zi avtomatik tarzda har bitta funksiyaga joylashadi. Va ushbu funksiyada nima vazifa bajarilishi kerak va nima natija qilish kerakligi aniq ko'rsatilgan. Har bir bo'limni metrika ko'rsatkichlari, ya'ni natijaviylik ko'rsatkichlarini ko'rib turishingiz mumkin. Misol uchun call center misolida ko'radigan bo'lsak, sotuv summasi, chiquvchi qo'ng'iroqlar, kiruvchi qo'ng'iroqlarni ko'rishimiz mumkin. Yana bitta sizda og'riqlik nuqtangiz xodimlarga bergan vazifangizni vaqtida bajarmaslik. Bunga ham bizda yechim bor. Ya'ni vazifalar doskasi orqali siz har bitta vazifa qaysi jarayonda ketib turganligini ko'rishingiz mumkin. Va har bitta kolonkani alohida yana qo'shib o'zingizga moslashtirishingiz ham mumkin. Yana bitta tadbirkorlarda eng og'riqli joyi biznesida muammo chiqsa, uni IT yechim qilishga harakat qilishadi, lekin IT ishnikni vaqtini kutishga to'g'ri keladi. Biz bunga moslashtirish yechimini qilganmiz. Moslashtirish tizimi orqali siz har bitta jarayoningizni, muammoli jarayonlaringizni o'zingiz tizimlashtirib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni maydon qo'shasiz, qisqa, uzun matn yoki sana qo'shishingiz mumkin. Ya'ni bularni hech qanday dasturchisiz o'zingiz konstruktor formatda yaratib qo'yishingiz mumkin. Yana bitta siz og'riqli nuqtangiz bu xarajatlar nazorati. Ya'ni siz yo'qligingizda yoki dam olishga ketganingizda xarajatlar to'xtab qoladi. Bunga bizda mobil ilova yechimimiz istalgan dunyodagi nuqtada siz xarajatlarni tasdiqlashingiz mumkin va qaysi xarajat nimaga ketib turganligini aniq ko'ra olasiz. Bu hali hammasi emas, balkim sizni xodimlaringizni keldi-ketdi nazoratini ham yo'lga qo'yamiz. Bunda siz barcha xodimlaringizni qachon keldi, qachon ketdi, barchasini ko'rib turishingiz mumkin va har bitta xodimingiz o'zi profiliga kirib turib, qancha kechga qolganini va necha kun kelmaganini o'zi ham ko'rib turishi mumkin bo'ladi. O'zgarishsiz tortmalarda qolib ketgan ishlamaydigan lavozim yo'riqnomalar. Biz buni o'rniga sizga sun'iy intellekt orqali tayyor 1 daqiqa ichida lavozim yo'riqnoma yaratib beramiz elektron shaklda. Xohlagan vaqtingiz o'zgartirib olishingiz mumkin. Lavozim yaratish bo'limiga kirganingizdan keyin siz faqat lavozim nomi hamda xodimdan kutuvingizni yozasiz. Sun'iy intellekt tugmachasini bosganingizdan keyin sizga tayyor lavozim yo'riqnomasini yaratib beradi. Bunda vakolat va mas'uliyat, tavsifi, ishga qo'yilgan vazifa va talablar, xodimning samaradorligini raqamlarda o'lchash, bilim va shaxsiy sifatlarini sizga tayyor yaratib beradi. Siz uni PDF shaklida chiqarib, xodimga qo'l qo'ydirib, uni mas'uliyatini yuklasangiz bo'ladi. Oxirgisi dasturimizdagi eng kuchli tarafi bu barcha ma'lumotlaringizni dashbord shaklida o'zingiz shakllantirib, hech qanaqangi analitik xodim qimmatga olib kelish shart emas, balkim o'zingiz ma'lumotlarni shakllantirib, xohlagan dashbord shaklida ko'rishingiz mumkin. Dashbord yaratish bo'limi qanday ishlaydi? Siz kiritgan ma'lumotlarga asoslanib, bu sizga kerakli formatda, ya'ni kerakli ko'rinishdagi dashbordlarni yaratib beradi. Siz faqat bu yerdagi kriteriyalarni kiritib, sizga kerak qaysi kesimda ko'rish kerakligi bo'lsa, o'shani kiritib qo'yasiz va sizga xohlagan ko'rinishdagi dashbordni yaratib beradi. Misol uchun yaratilgan dashbordlarni hozir ko'rib chiqamiz. Ya'ni savdo bo'yicha qancha foyda zarar, qaysi mahsulotlar ko'proq ketyapti, qaysilari turib qolyapti. Vazifalar bo'yicha kim qancha vazifa bajaryapti, kim orqada qolyapti va qaysi loyiha bo'yicha qachon yakunlanishini ko'rib turishingiz mumkin. Hamda xodimlar ma'lumotida jinsi bo'yicha, oilaviy ahvoli bo'yicha va boshqa ma'lumotlarni bemalol dashbord shaklida ko'rishingiz mumkin. Agar sizga dastur qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting yoki Brain o'z saytiga kirib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Va eng qizig'i 30 kun davomida sizga bepul dasturni taqdim qilamiz.